Qizlaringiz kelin bo'lgan, sizni duo qilgan zamondoshlaringizga ko'z tegmasin deymiz. Qabrdosh qaramlarni tashlab borayotgan mana shu kelinga ham qaynonaning malik baxtini xizmat qilish boqiy sizga hamroh bo'lsin deymiz. Bugun siz eng yaxshi insonlar qatoridasiz. Bugun siz eng sevimlilar davrasidasiz. Bugun siz eng sevimli onajonlarning, momajonlarning birisiz. Bugun yaxshi kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Salom bilan doimo xo'jalarning baxtli taqdim bo'ling. Duoni xislati ko'p. Siz qilgan duolar qalay farzandlaringiz qaysi cho'qqilarga yetaklab boryaptiki, bosgan joylarda gullar, bosgan joylarda rizqlar, baraka, hamisha Alloh mana shu farzandlaringizga hamroh bo'layotganiga ko'z tegmasin. Bugun to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Yaxshi kunlaringiz muborak bo'lsin. Kimdir savol berdi, Muhammad, yolg'iz sen rasulsan butun olamga, kimga ko'p yaxshilik qilay o'ziga ayt, ota-onamgami yoxud bolamga? Rasul javob berdi, tingla birodar, so'zlari uch bora quloqqa yilgin, imkon topa olsang dunyoda agar sen avval onangga yaxshilik qilgin. Bu hikmat shahrini o'yladi uzoq, rostdan ham onalar qimlay olam, garchi barchamiz ham padarimiz biroq onadan tug'ilgan payg'ambarlar ham. To'ylar muborak bo'lsin, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deymiz. Mana shu yerda mana kelin